Assalomu alaykum hurmatli SAT o'rganuvchilari. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz Linear System of Equation, ya'ni chiziqli tenglamalar sistemasi hisoblanadi. Chiziqli tenglamalar sistemasida biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar chiziqli tenglamalarni yechish, ularning nechta yechimga egaligini bilish kabi hamda chiziqli tenglamalar sistemasına oid masalalarni tarjimasi va yechilishini bilishimiz kerak. Lekin ana sizga aytib o'tganimdek, chiziqli tenglamalar sistemasini 3 usulda yechishimiz mumkin. To'g'rimi? O'rniga qo'yish, qo'shish usuli hamda grafik usulda. Biza ko'pincha hozir buni 3 usuldan foydalanmasdan Desmos kalkulyator yordamida yechishni ham o'rganamiz. Demak, misollarda ko'ramiz. Birinchi misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, shu tenglamalar sistemasi berilgan. The solution is the given system of equation x, y. What is the value of 8x minus 3y ni topishimiz kerak. Demak, bu yerda x, y deganimiz yechimlar ekan. Xuddi shu sistemani yechimlar. Bu sistemani biz hech qanday usullarsiz, ya'ni tenglamalar sistemasini yechish usullarisiz yechamiz. Desmos kalkulyatori yordamida. Desmos kalkulyatorini ochishimiz uchun ixtiyoriy brauzerga kirib, Desmos deb qidiramiz. Desmos kalkulyatorimiz xuddi shu ko'rinishda ochiladi. SAT imtihoniga kirganimizda ham o'ng taraf burchagimizda xuddi shu belgi turadi. Desmos shu o'ng tarafdan kalkulyatorni ishga tushirganingizda xuddi mana shunday oyna hosil bo'ladi. Ushbu oynaga ikkala tenglamamizni ham qanday ko'rinsa shundayligicha yozib olamiz. Biz bilamizki, tenglamalar sistemasining yechimi shu ikki funksiyamizning kesishish nuqtasi hisoblanadi. Xuddi shu yerga kelsak, ko'rganimizdek kesishish nuqtasini koordinatalari hosil bo'ladi. Demak, bundan anglab olamizki, kesishish nuqtasindagi, ya'ni x'imiz tenglamalar sistemasidagi x'imiz 8 ga, y'imiz 1 ga teng. Yechimni topib oldik. Desmos kalkulyatori yordamida x teng 8, y teng 1 ligini topib oldik. Endi x, y'imizni xuddi shu yerga qo'ysak, 8 ko'paytiramiz 8 minus 3 ko'paytiramiz 1 teng 64 minus 3 barobar 61 degan yechim hosil bo'ladi. Oddiy tenglamalar sistemasini yeching kabi savollar keladigan bo'lsa, buni yechib o'tirishimiz shart emas ekan. Desmos kalkulyatorni tashlaymiz ekandan kesish nuqtasini aniqlab, undagi x, y ni, ya'ni kesishish nuqtasi x, y ni topib olishimiz mumkin ekan. Bu mavzuga oid keyingi tur misollarimiz tenglamalar sistemasining yechimlari soni bilan bog'lanadi. Yechimlari soni bilan bog'langan vaqtimizda bizda tenglamalar sistemasini yechimlar sonini aniqlashni o'rganib olishimiz kerak. Demak, x ni oldindagi koeffitsiyentlarning y ni oldindagi koeffitsiyentlarga nisbati bir-biriga teng bo'lmasa, u holda bu tenglamalar sistemasi bitta yechimga ega hisoblanadi. Agar x ni oldindagi koeffitsiyentlar nisbati y ni oldindagi koeffitsiyentlar nisbatiga teng bo'lib, u ozod hadlar nisbatiga teng bo'lmasa, u holda bu tenglamamiz yechimga ega emas yoki bo'sh to'plam bo'ladi. Agar x ni oldindagi koeffitsiyentlar nisbati y ni oldindagi koeffitsiyentlar nisbatiga teng bo'lib, u ozod hadlar nisbatiga ham teng bo'lsa, ya'ni 3 ta nisbatan bir-biriga teng bo'lsa, u holda bunday tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega. Endi masalamizga qaytamiz. Demak, one of the two linear equation in system is given. Ya'ni chiziqli tenglamalar sistemasining bitta
ikkita tenglamasi berilgan. The system has exactly one. Ya'ni faqat bitta yechimga ega deyapti. Qaysi tenglama bo'la oladi uning ikkinchi tenglamasi? Ya'ni ushbu bizga berilgan tenglama bilan pastdagi bitta tenglamani olishimiz kerak. Undagi ular orqali hosil bo'lgan sistemamiz yagona yechimga ega bo'lsin. Buning uchun x ni oldindagi koeffitsiyentlarni y ni oldindagi koeffitsiyentlar nisbatiga tenglaymiz. Demak, 2 taqsim minus 8 minus 2 taqsim 8. Demak, bu yerda bular bir-birine teng bo'lib qoldi. Demak, bu emas, birinchisi emas. Ikkinchisini olamiz. 2 taqsim 3. Demak, minus 2 taqsim minus 3. Bular ham minuslari ketsa, bu ham bir-biriga teng bo'lib qoldi. Demak, bu ham emas. Uchinchisini olamiz. 2 taqsim minus 10 minus 2 taqsim 8. Demak, bu yerda mahrajlar boshqacha bo'lganligi sababli, demak, ikki nisbatimiz har xil chiqadi. Yana bular bir-biriga teng emas. Demak, bu yechim bo'la oladi ekan bizda. Bu javobimiz ham yechim bo'lmaydi. Buni ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, 2 taqsim 1 teng minus 2 taqsim minus 1 2 taqsim 1. Bular bir-biriga teng hisoblanadi. Bu ham yagona yechim bo'lishi mumkin. Navbatdagi misolimizga e'tibor beramiz. Demak, bizga sistema berilgan. For each real number, in which of the following points lies on the graph of each equation in the xy plane for the given system. Ya'ni har bir haqiqiy sonlar uchun ifodalaydi point nuqta lies yotadigan. Ya'ni har bir tenglamani x, y demak koordinatalar tekisligida yotadigan nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni nuqtamiz ikkala tenglamalar sistemasini ham grafiklarida yotadi deydi. Ya'ni sistemaning yechimi hisoblanadi. Bunda asosan javobdan ketish usulidan foydalanamiz. Birinchisida berilgan, demak x ni o'rniga qo'yib ko'ramiz. Bu yerdan y ni topib olamiz. Demak, har birini alohida bo'la turgan bo'lsak ham minus 3 taqsim 5 plus 8 taqsim 5. Qarasak, bu yerda bolalar bunga to'g'ri kelmaydi, chunki mahrajda 3 bo'lgan bu yerda. Bizda bo'lsa 5 kelib turibdi. Ikkinchisini qarasak, demak bu yerda minusimiz yo'q. Bu yerda bo'lsa minusimiz bor. Bu ham emas, bu ham emas, bu ham emas. Demak, bizda endi S va D javoblarni tekshirish qoldi. S javob tekshiradigan bo'lsak, y ni o'rniga qo'yilgan. Demak, ni endi y ni o'rniga qo'yib tekshirib ko'ramiz. X'imiz to'g'ri keldi. Y'imiz bo'lganda X'imiz xuddi shu natijani berar ekan. Demak, to'g'ri javobimiz S. Keyingi tur masalamizga e'tibor beramiz. Demak, 2x plus y barobar 8 xuddi shu tenglama sistema berilgan. In the given system of equation, ya'ni tenglamalar sistemasi berilgan. Konstanta. The system has infinitely many solutions, ya'ni sistemamiz cheksiz ko'p yechimga ega dedi. Demak, what is the value of ya'ni bizdan ni qiymatini so'rayapti. Qachon cheksiz ko'p yechimga egadi? Qachonki x ni oldindagi koeffitsiyentlar, y ni oldindagi koeffitsiyentlar va ozod hadlar nisbati teng bo'lganda. Xuddi shuni misolimizda ko'ramiz. 2 taqsim barobar 1 taqsim 3 barobar 8 taqsim 24 bo'lishi kerak ekan. Demak, bu yerda bu ikkisi tengligi ko'rsanib turibdi. Biza bu ikkisini tengligi bilan taqqoslaymiz.
Bu yerdan proporsiya usulunda a ni topib olamiz. Shunda a ko'paygan 1 barobar 2 ko'paygan 3. Demak, a teng 6 ekan. Bu ham xuddi parametrga o'xshaydi. Demak, javobimiz 6 hisoblanadi. Navbatdagi tur misolimiz tenglamalar sistemasini yechishga oid masala hisoblanadi. Masalani tarjima orqali yechamiz. A small business budget, demak, kichkina bir biznes tashkiloti $1000 sarflab printerlar va toner kartrijlarini olibdi. The small business paid $300 for each printer. Demak, har bir printerimizni $300 dan olgan. Va $50 for each toner cartridge. Har bir kartrijimizni 50 tonerdan olgan. The entry oxirida budget was spent to purchase 2 printers and several toner cartridges. Demak, savdo oxirida 2 ta printer va bir nechta kartrijlar sotib olgan. How many, ya'ni qancha toner cartridges were purchased? Ya'ni qancha kartrijlar sotib olgan. Demak, bizda printerlar soni ma'lum 2 ta ekan. Va ularni har birini $300 dan sotib olgan ekan. Kartrijlar soni noma'lum y bilan belgilaymiz va ularni har birini $50 dan sotib olgan ekan. Va ikkalasiga birgalikda $1000 pul sarflagan ekan. Shunda 2 ko'paygan 300 plus y ko'paygan 50 barobar 1000. Demak, shuni hisoblasak, kartrij sotib olgan. Javobimiz 8. Tenglamalar sistemasining yechimi bilan bog'liq yana bitta masalani ko'rib o'tamiz. Qaysi tenglamalar sistemasi no solution, ya'ni bo'sh to'plam yechimga ega emas deb turibdi. Tenglamalar sistemamiz qachon yechimga ega bo'lmaydi? X ning oldindagi koeffitsiyentlarning y ning oldindagi koeffitsiyentlar nisbati teng bo'lib, ular ozod hadlar nisbatiga teng bo'lmasa, u holda tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmas edi. Demak, -2 taqsim 2 barobar 8 taqsim -8 barobar -5 taqsim 5. Demak, bular hammasi bir-biriga teng bo'lib turgani uchun bu javob emas. Ikkinchi javobni ko'ramiz. 2 taqsim 3 barobar -8 taqsim 9. Ana bu ikkisi teng bo'lmay qoldi. Bizda odatda birinchilari teng bo'lishi kerak. Demak, buni uchinchisini tekshirishga hojat ham yo'q. Demak, bu javobimiz ham emas. Uchinchisini tekshiramiz. 2 taqsim -6 barobar -8 taqsim 24 barobar 5 taqsim -15. Bularni ham uchisi bir-biriga teng bo'lib qoladi. -1 taqsim 3, -1 taqsim 3, -1 taqsim 3. Bu ham emas ekan. To'rtinchisini tekshiramiz. -2 taqsim 4 barobar 8 taqsim -16. Bu ikkisi minusdan 1 taqsim 2, minusdan 1 taqsim 2 bir-biriga teng bo'ldi, lekin bu minus yo'q. Demak, ishora minus yo'q. Shu sababli bu 1 taqsim 2. Demak, javobimiz yechimi yo'q, ya'ni yechimga ega emas, bo'sh to'plam degan shartimizni qanoatlantirdi. Navbatdagi masalamizni Desmos kalkulyatori yordamida yechib ko'ramiz. Bular umuman hech qayerda kesishmagan. Bu tenglamalar sistemasi yechimga ega emas. Mavzumiz xuddi shunga o'xshagan misol va masalalardan iborat. Barchangizga SAT imtihonlarida omad yor bo'lsin.